Hürmetli vatandaş, bugünkü lekşiyelerimizde başlayımız lekşiyede. Sedaqacı Rozi, Washington'da sözleyimiz bugün çislağa. 2022 yıl 10. ayının 6. günü vatandaş. Bugünlerine aytqanda vaziyet desek, mağlubiyet. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Daimi Komitesi'de 19 avazın karıştırışı ve 17 avazın kollab kuvvetlişi arkalık 2 avaz kemlik kılıp Uygurlarning kişilik hukuk ahvali doğrusu tayyorlangan dokladni kelar 2 ayda muhokeme münazirga qo'yish to'g'risida sungan Amerika boshchiligidagi 78 G'arb davlatining iltimosi yoki taklifi deyli, taklifi münazir qilishdan iborat mushu mazmun bilan kelar yili münazir qilinmaydigan bo'ldi hisobda bu. Bugün 6. günü ma'qulluqdan o'tmadi. Bu bir mağlubiyet. Siz üçün, men üçün aytqanda bir mağlubiyet. Uyg'ur üçün aytqanda bir mağlubiyet. Şunun işininki dünyanın işleri hamisha cho'ng'odak bir davlatning ixtiyoriga bog'liq bo'lmaydi vatandaşlar. Bunun asosan nima deyishimiz mumkin shundoq. Bugün New York'ta Uyg'ur mag'lub bo'ldi. Uyg'ur faoliyatchilar bugün mag'lub bo'ldi yoki Janvadimi qayerda ichildi bu mag'lub bo'ldi vatandaşlar. Ama men shunda aytamanki bir o'y g'olibiyatchilik emas. Bugün Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida mustamlik Uyg'uristonda Xitoy mag'lub bo'ldi. Uning butun Uyg'uriston yoki Şinjanda akroylik qilish yoki qamal qilishni yo'lga qo'yganligi uning g'albisi emas, uning mag'lubiyatidir vatandoshim. Tuvanda so'zlaymiz, bugün Amerika Birleşme Agentligining tarqatgan xabarini. Şuna bugün mag'lub bo'ldi deylik, mayuslanmaymiz, o'lguchi kurash qilamiz, elishimiz Xitoyning ideologiyalik sepidagi kurashni. Xitoy bilan bu sepda elishimiz har qanday shayga yangi shay, yangi koni shay deymiz. Koni shaylar ömrünü yashab bo'lib mag'lub bo'lgan yoki kuchi yetmagan bu shunday ahvol ostida koni shaylar tugagan yerdan yangi shaylar boshlanadi vatandosh. Mag'lubiyat bo'lgan yerdan yana o'xshashlar g'olibiyatmi yangidan boshlandi vatandoshlar. Biz hayotning o'ziga, turmushning o'ziga murojaat qilaylik. Ziddiyatlik dunyoni mantaqasi ana shundan iborat. Endi sizlarga bugun yetkazadigan bir leksiya bu Amerika Birleşme Agentligining degandek Amerika ovozi Xitoy til programmasida berilganlik nima xabar ekan. Mavzu bunda. Dünya yana bir qatim cho'chib ketdi. Şinjan yani mustamlik Uyg'uristonda 20 milliondan ortiq nüfus aholi ve her xil qatnash vositalari harakatni to'xtatdi. Yoki to'xtatildi. Faqat 97 nafar kishi kasal bo'lib qolganligi uchunla mavzuli xabar 10. ayning 6. günü Amerika ovozini Xitoy tilida programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington jo'qinishdan saqlanish jarayonida. Xabar Washingtondan jumla shunda beshiga Washington qo'yildi ekan. Washington beshiga qo'yilgan ism jo'qinishdan saqlanish jarayonida Şinjanda kishilar yana bir qatim diqqat qiladigan qiziq nuqtaga aylandi. Jarayonda Şinjan kishilar yana bir qatim diqqat qiladigan qiziq nuqtaga aylandi. Şinjan doiralari, ya'ni mustamlik Uyg'uriston doiralari
22 milyon nüfusu var Şinjan'da. Müstemlik Uyguristan'da. Ya köpeymeydiğen ya azaymaydiğen nüfus sani vatandaş. En katı Kamal Kılıç siyasetini yürgüzüp barlıq kişilerine nezarband kıldı. Qatnaş vasıtalarını vaqtlı bütünley toxtatdı. 97% çigiradan uçup çıkıdığan aeroplan, 95% çigiradan uçup kırıdığan aeroplan, yani növbetçi aeroplan emelden kaldırıldı. Amerika Birleşme Agentliği 10. ayının 6. günü haber qilib mundaq ko'rsatdi. Rastini aytganda virusning yuqumlanish nisbati va Şinjan doiralarining davron qilib qamal qilishlariga butunlay o'ngtanasib bo'lolmaydi. Jungo Davlatlik Sağlamlık Komiteti haftanın 4. günü haber qilib mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir kun ichida Zemin territoriyasi eng cho'ng Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida bütün ülkede yuqumlangan kishi faqat 97 nafar. 2 ay qayerdan chiqyapti vatandoshim? Bütün Şinjan'dagi mustamlik Uyg'uristonni qamal qilish bütün. Yezi qishloq shahardan tortmay, butunlay qamal qilish. Yuqumlangan kishi Birleşme Agentliği davlatida 97 nafar. 97 nafar kişinin yuqumlanganlığı üçün bütün Şinjan'ı qamal qilish. Bu siyasi maqsad bilan qilingan ishmiki yoki yuqumliq resmi ayrı vatandaş. Kishi faqat 97 nafar. Çarşamba günü yuqumlanishga 4 odam qo'shildi. Shuning bilan 97 nafar. Bütün dünyada virus bilan birga yashash yo'lini tanlab olgan butunlay echivitilgan davlatlarda her güne minglab yuqumlanish vaqasi yuz berishlarga selishtirganda Şinjan'da yuqumlangan kishilarning sonini eg'izga erishgimi bo'lmaydi. Shundaqmi vatandosh? 97 nafar. Tasavvur qilam. Eg'izga erishgimi arzimaydi. Amerika ismli televiziyasi CNN haber qilib mundaq ko'rsatdi. Urumchi aeroportdan uchib chiqadigan 97% navbatchi aeroplan va uchib Urumchi aeroportiga tushadigan 95%lik navbatchi aeroplan haftaning 3. günü, yani çarşamba günü bekar qilindi. Düşmeysen, çıkmaysan, uçmaysan bekar qilindi. Şinjan'da 3. çoğun aeroport Qashqar aerodromidan uçup chiqadigan navbatchi aeroplanlarning uçup chiqishi amaldan qoldirildi. Faqat Qashqardan Urumchiga uchadigan 2 dona navbatchi aeroplan elib qilindi. Ularning uchishiga ruxsat qilindi. Şinjan doiralari yoki mustamlik Uyg'uriston doiralari bu qatam yuqumliq virus tez tarqaldi deb so'zlab turisimi, ular bu qatam Şinjanni qamal qilishning siyosat bilan zo'r zich munosabatli ekanligini inkor qilolmaydi. Mayli bu Amerika Ovozi radiosi muxbirining hukmi bo'lsin, mayli Amerika Birleşme Agentliği axborot agentligining hukmi bo'lsin. Nim deydi? Bu qatam qamal qilish Şinjan'da nima desang davagin lekin Şinjan'da bu qatam qamal qilishning siyosat bilan munosabat ekanligini Şinjan doiralari, ya'ni mustamlik Uyg'uriston doiralari inkor qilolmaydi.
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Organları 8. ayda ilan kılgan Şinjan'dan yani müstemlik Uyguristan'ın kişilik hukuku doğrusu da dokalatta. Çünkü Kompartiya Şinjan'da insaniyetke karşı cinayet ötközgen buluşu mümkün dep kayıt kılındı. Bir qancha devlet parlamentleri çünkü dairlerinden Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da Uygurluğa qaratkan ırık yokutuş cinayetlerine ayıplıdır. Amerika Birleşme Agentliği bunda ko'rsatdi. Uygurlar ziyankeşlik qilish jarayonida Şinjan'da daireler, müstemlik Uyguristan daireleri ko'lamlashgan nazorat qilish sistemasi qurib chiqdi. Kamerani har qanday joyda uchirtishga bo'ladi. Chiroy farqlantirish, ovoz farqlantirish uskunalari har qanday joyda uchrab turdi. Bugungi leksiyalarimiz bu şu vatandaşları. Başta aytgandek, mag'lub bo'ldik, mag'lubiyat qayerda yuz bergan bo'lsa, g'albi shu yerdan boshlandi. Shuningki, Uyg'urning vatani bir g'arish tuproqdan, bir g'arish yerdan boshlandi.